Xazinem Tortil Tarbiyalash Markazi hammamizning xazinasi. Derslerimiz Türk tili, İngiliz tili, Rus tili, German tili, Uyghur tili grammatikasi, Xitoy tili, matematika, balalar ana tili, balalar ingliz tili. Başlangıç seviye, ul seviye, o'rta seviye. Tarbiyalash muddatimiz 3 aydan 6 oygacha muntazam tarbiyalaymiz. Derslerimizni sap Uyghur tilida kasbiy o'qituvchilarimiz o'tyotidi. Tarjima va tarjiman. Ehtiyoji borlar uchun har xil tillardan material tarjima qilamiz. Unum, ishonch, sifat bizda. Aloqalashish usuli Facebook Xazinem darsxonasi, Instagram Xazinem 2020. Xazinem Tortil Tarbiyalash Markazi hammamizning xazinasi. We will do our best to help you in learning the world language, which is the English language. Parlaq istiqbolimiz uchun uyda o'ltirib o'rganishni boshlang. Naq maydondan sistemli ingliz tili o'rganish arzusidagilar uchun alohida xush xabar. A1 0 seviye va A2 seviye dersimiz mas'uliyatchan o'lchamlik Amerika talaffuziga va dars o'tish tajribasiga ega yuqori seviyalik magistr o'qituvchimiz tarafidan 3 oydan 6 oygacha muntazam o'tildi. Ingliz tili B1 seviye dersimiz til tarbiyalash markazlarida 10 yildan beri ingliz tilidan o'quvchi tarbiyalab kelayotgan, yuqori seviye mo'l o'qitish tajribasiga ega hozir IELTS darsimizni berayotgan kasbiy o'qituvchimizning sistemli yetaklashida internet orqali Amerikadan bevosita o'tildi. Dars muddati 3 oy va uzun muddatli bo'ldi. Boshqa ingliz tili, german tili, rus tili, xitoy tili, arab tili, o'rta va oliy maktab imtihoni uchun matematika tayyorlik sinfi, bolalar ana tili va bolalar ingliz tili darslarimiz bor bo'lib, darslik, mashq va muhim grammatiklik mazmunlar birlashtirilib tafsiliy o'rgatildi. Kundalik topshiriqlar berildi. Oy oxirida bir tutash imtihon elinib, natijasi e'lon qilindi. Darsimizga qatnashgan o'quvchilar naq maydon darsimiz orqali ekrandan materialni ko'rib turib, savol so'rash, savollarga bevosita javob berish shaklida o'qish, yozish, so'zlash qatorliq jihatlarda muntazam tarbiyalanib, o'rta va yuqori seviyalarga yetkazildi. Ma'lum sababdan darsga qatnashmaganlarga o'tilgan dars to'liqlab berildi. Sap ana tilimizda tushunishlik va unumli o'rganish so'rini izlayotgan arzu egalarining vaqtida xabardor bo'lishi uchun keng tarqatib qo'ygaysizlar. Xazinem Tortil Tarbiyalash Markazi hammamizning xazinasi. İnşallah bu dersi size güzel bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Parlaq istiqbolimiz uchun uyda o'ltirib o'rganishni boshlang. Turkiyada o'qish, savdo tijorat, sayohat, vatandoshlik va boshqa jihatlarda tildan qiynalgan qarindoshlarimizning til masalasini hal qilish uchun 4-qarorliq o'quvchi tarbiyalash boshlanmoqchi. Darsimiz Istanbul Universiteti til markazi tomonidan tuzilib, til o'rganishda keng qo'llanilayotgan Chet elliklar uchun Istanbul turk tili darslik kitobi nomli 5 qism kitob asos qilinib, o'lchamli talaffuz va mo'l dars o'tish tajribasiga ega bakalavurlik va magistrlik unvoniga erishgan o'qituvchilarimiz tomonidan haftada 5 kun grammatika va mashq qismi birlashtirilib sistemli o'tildi. Tuvan seviye qismi Uyg'ur o'qituvchilarimizning yetaklashida, yuqori seviye qismi turk o'qituvchilarimizning yetaklashida o'tildi. Turkcha darsimizga qatnashgan o'quvchilar hafta oxiridagi 2 kunlik turkcha og'iz tili kuchaytirish sinfimizga qo'shimcha qatnashib, ravon so'zlash, paranlashish jihatlardan o'zini kuchaytiradi. Boshqa ingliz tili, german tili, rus tili, xitoy tili, arab tili, o'rta va oliy maktab imtihoni uchun matematika tayyorlik sinfi, bolalar ana tili va bolalar ingliz tili darslarimiz bor bo'lib, darslik, mashq va muhim grammatikalik mazmunlar birlashtirilib, tafsiliy o'rgatildi. Kundalik topshiriqlar berildi. Oy oxirida bir tutash imtihon elinib, natijasi e'lon qilindi. Darsimizga qatnashgan o'quvchilar naq maydon darsimiz orqali ekrandan materialni ko'rib turib, savol so'rash, savollarga bevosita javob berish shaklida o'qish, yozish, so'zlash qatorliq jihatlarda muntazam tarbiyalanib, o'rta va yuqori seviyalarga yetkazildi. Ma'lum sababdan darsga qatnashmaganlarga o'tilgan dars to'liqlab berildi. Sap ana tilimizda tushunishlik va unumli o'rganish so'rini izlayotgan arzu egalarining vaqtida xabardor bo'lish uchun keng tarqatib qo'ygaysizlar. Xazinem Tortil Tarbiyalash Markazi hammamizning xazinasi. Parlaq istiqbolimiz uchun uyda o'ltirib o'rganishni boshlang. Rus tili darsimiz Rossiyada 7 yil turish, o'qish va o'qitish tajribasiga ega. Beijing Abdulxabir maktabida o'qituvchilik qilgan yuqori seviyalik magistr o'qituvchimiz va o'rta maktabda Ruscha adabiyot darsi berib kelayotgan kasbiy o'qituvchimiz tomonidan muntazam o'tildi. Birinchi qarorliq dars muddati 3 oy bo'lib, o'quvchilar naq maydon darsimiz orqali o'qish, yozish va so'zlash jihatida to'liq tarbiyalanib, o'rta seviyaga yetkazildi. O'quvchilarning talabi bilan yangi qarorliq darsimiz boshlanmoqchi. Asosi borlar 1-sinfdan, asosi yo'qlar 2-sinfdan o'rganishni boshlasa bo'ldi. Boshqa ingliz tili, german tili, rus tili, xitoy tili, arab tili, o'rta va oliy maktab imtihoni uchun matematika tayyorlik sinfi, bolalar ana tili va bolalar ingliz tili darslarimiz bor bo'lib, darslik, mashq va muhim grammatikalik mazmunlar birlashtirilib, tafsiliy o'rgatildi. Kundalik topshiriqlar berildi. Oy oxirida bir tutash imtihon elinib, natijasi e'lon qilindi. Darsimizga qatnashgan o'quvchilar naq maydon darsimiz orqali ekrandan materialni ko'rib turib, savol so'rash, savollarga bevosita javob berish shaklida o'qish, yozish, so'zlash qatorliq jihatlarda muntazam tarbiyalanib, o'rta va yuqori seviyalarga yetkazildi. Ma'lum sababdan darsga qatnashmaganlarga o'tilgan dars to'liqlab o'tib berildi. Sap ana tilimizda tushunishlik va unumli o'rganish so'rini izlayotgan arzu egalarining vaqtida xabardor bo'lish uchun keng tarqatib qo'ygaysizlar. Xazinem Tortil Tarbiyalash Markazi hammamizning xazinasi. Parlaq istiqbolimiz uchun uyda o'ltirib o'rganishni boshlang. Xitoy tili darsimizni oliy bilim yurtlarida Xitoy tilidan yuqori seviyagacha o'rganib, daraja kelishlarga erishgan va kurslarda dars berib kelgan talaffuziy va dars metodi yaxshi o'qituvchimiz sap Uyg'ur tilimizda tushunishlik qilib, naq maydondan jonliq shaklda o'tadi. Xitoy tili yer yuzidagi 1 milliard 400 milliondan ortiq insonning tili va biz Uyg'urlar bilishimiz zarur bo'lgan bir til. Boshqa ingliz tili, german tili, rus tili, xitoy tili, arab tili, o'rta va oliy maktab imtihoni uchun matematika tayyorlik sinfi, bolalar ana tili va bolalar ingliz tili darslarimiz bor bo'lib, darslik, mashq
Hazinem Portal Tarbiyalash Merkezi hammamizning xazinasi. Hallo und herzlich willkommen zum Online-Deutschkurs bei Hazina. German tili. Germaniyada 6 yil o'qigan va Germaniyaning daraj kimishlarga erishgan yuqori saviyalik mas'uliyatchan Yultuz muallimning yetaklisi bo'ldi. Internet to'ri orqali haftada 5 kun, kunda 1 soatdan 3 oy muntazam o'tildi. Darsimiz Germaniya ma'rif sistemasining chet elliklar uchun tuzgan o'lchamlik darslik kitobidan o'tildi. Boshqa darslarimiz ingliz tili, turk tili, xitoy tili, rus tili, arab tili, matematika, bolalar darslari. Til bilgan dil bilur, til bilgan dunyoni bilur. Hazinem Portal Tarbiyalash Merkezi hammamizning xazinasi. Davlat nomi Germaniya yoki Germaniya Federal Cumhuriyeti. Nufusi 83 million. Poytaxti Berlin. Tili nemis tili yoki german tili. Germaniya, Shvetsiya va Avstriya qatorliq 38 davlatda 120 million kishi german tili qo'llanmoqda. Darsimiz haftada 5 kun sistemali o'tildi. Og'riq qilish va yoki muhim ishlar sababli darsga qatnasha olmagan o'quvchilarga o'tilgan dars to'liqlab berildi. Boshqa darslarimiz ingliz tili, turk tili, xitoy tili, rus tili, arab tili, matematika, bolalar darslari. Til bilgan dil bilur, til bilgan dunyoni bilur. Arkadaşlar Umurbek vaktini almayla. Rahmet yüklü efendim. Avval Uygurca başlayın. Siz işleyemsizmi sualını, ikinci sualını siz işletmegen bolsanız ki Selim bilen Mert'ninki konuşması kayıt sözlüklerini koyup doldurup dolu olsak bularmış. Merhaba Mert, merhaba Selim. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Babam mühendis olarak çalışıyor. Olmak dedi, şundan mı? Olmak fiil kökü ne? Ol. Şundan mı? Ol. Bu yerge ol'ninki sözlük davşinime kılın. O zaman arak getirdik. Babam mühendis olarak çalışıyor. Bu yerde mühendisi özgürep gitti. Benden. Hazinem Portal Tarbiyalash Merkezi. Translation. Someone found it. It is train station. It is train station. Good. Now, this place. Hazinem Portal Tarbiyalash Merkezi. School. Good. This place. Hospital. Hospital. Mama. Endi jumlaga auf Wiedersehen besh qaytib keladi. Yaxshi qo'ydi. Bu bayamda ustiga tushunib qo'ydi. Xayr xo'sh degan gap. Tschüss vielleicht. Xayr xo'sh degan gap. Bu ikkinchi xo'shish so'zi. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bu meine Damen und Herren. Yaxshimisizlar xonimlar, apandilar degandek javob qo'y. Ma oqshom masalan kim boshlaydi? Tatici bir başına buldu. Kim o? Nur mu? Nur bunda siz okuyun. Merhamet. T bilen T'ninkini koyayım sen. Ko, ha, va, 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 fo,